Qo'llari bo'yinlarga bog'langan, zanjirlar bilan kishanlangan, yuzlariga o't yamashgan, yaydig'anlari zaqqum va tikanlik o't ko'plar, ichidig'anlari qaynoq suv va yirim, kiyimlari o'tdan, ko'ynaklari qaynatilgan qarimaydin, qamchilari to'mirdan, karvatlari o'tdan, boshlariga haroratli qaynoq suv to'kiladi va uning bilan terilari va qo'rsoqlari eritiladi. U yerdan chiqishga va qutulishga tirishadi. Ammo qichish yo'q. Birdan bir orzusi va umidlari o'lish va yo'q bo'lish. Ular kim? Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Bu əsrimizdə Allah Taala'nın tevfiqi bilan cəhənnəmni tushundirishga tirishimiz. Xitob qiladiganimiz o'z nafsimizdir. Uning bilan paranglashimiz g'aflat va isyonkorlikning natijasini uningga ko'rsatishga tirishimiz. Balki bir dars ta'sir qilib tövbe qilar, nadomat chekar. Cəhənnəmə o'xshash turmusi bo'lgan Allohga har zaman kamtarlik va tuvanchilik bilan ibodat qilar. Biz nafsimizga Qur'onning oyatlarini va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini ko'rsatamiz va uning bilan bu haqda paranglashimiz. Yuqorida aytganimizdek, xitob qilinguchi faqatli nafsimizdir. Boshqa hech kim bilan emas, faqatli nafsimiz bilan so'zlashimiz. Shuni bilimizki, zikr qilinadigan oyat karimlardan eng ko'p nasiva elishga muhtoj bo'lganlar bizlarimiz. Agar sizmi nafsingizni bizning nafsimizning savoqtishi qilishni xohlasangiz, bu asarni o'zingizga xitob qilyotidi degan tuyg'uni ko'ring. Allah Taala bizlarga va sizlarga komil hidoyat ato qilsin va bu asarni mahshar kuni yuzimizning iqi qilsin. Amdi so'z Qur'onning. Qara ey nafsim, Qur'on nima deydi va nima so'zlaydi? Angla va ibrat ol. Kafirlarga o'tdan kiyimlar bichiladi.
ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritiladi. Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan devzaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular devzaxga qaytariladi. Ularga ko'ydirguchi devzax azobini tetinglar deyiladi. Ayet karimda tilga ilingan qaynoq suv ifodasi haqida Payg'ambar alayhissalom shunday degan: Shaksizki qaynoq suv ularning boshlari ustidan qo'yiladi va minmasida qaynab ichiga o'tadi. Nihoyat ichiga qo'rsaqlarga boradi. Ichidagi har narsani parchalaydi va oxirida putga yetib boradi. Mana bu erishdir. Ondan keyin yana burunqi holiga kelib qoladi. Ayet karimda zikr qilingan temir to'qmoqlar ifodasi haqida-mu Payg'ambar alayhissalom shunday degan: Agar bu temir to'qmoqlardan biri yer yuziga tushsa, ondan insonlar va jinlar uni yer yuzidan ko'tarib o'tish uchun hammasi birlashsa-mu, uni yer yuzidan ko'tarib o'tolmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda shunday degan: Agarda tog' temir to'qmoq bilan bir qitim urilgan bo'lsa edi, kukum talqon bo'ladi. Agar jahannamdagilardan oqqan qon va yiringlardan bir chelak dunyoga to'kilgan bo'lsa edi, yer yuzi aholisini sesitib etadi. İbn Abbas radıyallahu anhu temir to'qmoqlar haqida shunday deydi: Bunun bilan ularni urganda to'qmoq tekkan har qanday yerning organlari yerga tushidi va shu chaqda o'lib tugassak bo'lmamdu deb nola qilishidi. Yana Sa'id ibn Jubayr radıyallahu anhu o'ttin bo'lgan kiyimlar haqida shunday deydi: O'ttin degan amir qo'g'ishundan demakdir. Tilga ilingan kiyimlar eritilgan qo'g'ishundan hozirlangandir. Qo'g'ishun eritilganda harorati uningdan qiziq bo'lgan hech bir madan yo'qdir. Emdi ey nefsim, Rabbinin azabını ayet kerimlerden anladım ve o azaplarının mahiyetini izahlab bergen hadis şeriflerini anladım. Acaba o'ttin kiyim kiyishga kuching yetamdi? Beshingdan qaynoq suvlarning to'kilishiga va vujudingning uning bilan eritilishiga bardoshlik bera olamsan? Bir urush bilan tog'larni kukum talqon qilgan temir to'qmoqlarga qaysi kuching bilan qarshi chiqsan? Yoki bo'lmasa sen Allah'ның va'disidan va Qur'onning xabarlaridan shubhilanamsan? Agar men musulmon desang, aslo shubha qilolmaysan. Undaqda nimanga ishinasan? Kelgin, aqlingni beshingga ol. Ati emas, hozirning o'zida tövbe qilib olgin va bundan keyin gunoh qilmaslikka va'da bergin. Bu va'dang inshaalloh o'tgan gunohlaring uchun bir tövbe
ve tilg'i ilingan azaplardan qutuluşunga vesile bolsun. يا رجاء